Oxirigacha ko'ringlar, sizlar uchun manfaatli bo'lishi aniq. Hamma pul yetish uchun mashinalarni sotyapti. 87 ming, 88 ming sotilayotgan mashinamiz 81 mingdan sotib, pulimni yechib oldim. Alhamdulillah, Allohga shukr. Va Leapmotor C16 mashinalari bor. Akalar 33500 dan full pozitsiyasi, pul yetish uchun sotilyapti. Xo'p, BYD Champion mashinasi bor. Akalar 29600 kecha qo'yganda 29500 soatiga narxi tushyapti. Va BYD Champion qora rangidan ko'p, lekin bu narxga amal qiladigan 3 ta donasi bor. Aloqaga chiqsanglar 29300 dan qilib bera olamiz. Bunaqa narx hech qayerda yo'qligini bilgan bo'ladi. 29300 dan naqd pul asosida bu mashinalarni xarid qilsanglar bo'ladi. 29300 dan noto'g'ri eshitmadinglar. Aloqaga chiqinglar, bosib boringlar, duo qilib haydab yuringlar. BYD Silion 06 topa olmadim. Aloqaga chiqsanglar 29210 dollardan qilib beramiz. Noto'g'ri eshitmadinglar, 29210 dollardan. Akalar, aloqaga chiqinglar, mazza qilib haydanglar, bo'lsa o'zimiz podpischilarga bo'lsin deb egalaridan olgan narximizni qo'yib beramiz. O'rtada hech kim interest emas, hech kim do'lada emas. Haqqimizga duo qilib qo'ysanglar bo'ldi. Qaradim, katta mashinalar narxini tushirishyapti. Men katta mashinalarimni sotib oldim. Endi biz kichkina mashinalar narxini tushiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Xohlagan ranglardan bor. Shtir bilan kelasiz, 3-4 soat nomimizga chiqarib beramiz. Videoda kommentariyada fikringizni bildirib qo'ying. Shunaqa videolar ko'proq chiqaring va bu videoni yaqinda mashina olmoqchi bo'lgan tanishlarga borib qo'yinglar. Harom, hamma katta mashinalar narxini tushiryapti. Bunda budjetli mashina oladiganlar ham mazza qilsin, to'g'rimi akalar?